Umid, mashina ochib yubor. Ochyapman aka. Ochoq, 10 metrdan ham olmayaptimi? 10 metrdan ham olmayapti-yu. Batareykasini kecha almashtirdim. Nima qilsa bo'ladi buni? Sizda ham shu muammomi? Unda videoni oxirigacha ko'ring, zo'r ma'lumot berishga harakat qilamiz. Muammo aslida nimada? Siz o'ylayotgan batareykalaringizda emas. Eng arzon batareykani qo'yganingiz ham kamida 2-3 oy davomida sizga xizmat ko'rsatish kerak. Muammo nimada? Aka, muammo siz taqqan chexol yoki g'ilof deydimi? Shunda. Aka, mana bunaqa temir chexollarni qo'yishni bas qiling. Bu narsa mashinaning signalini 70% gacha to'sadi va batareykangizni kechasidan yeb chiqishga xizmat ko'rsatadi. Shu narsani bilarmisiz, bilmasangiz bilib qo'ying. Bu tekshirilgan ma'lumot. Aka, imkon qadar pultingizga yo'q koja, ja bo'lmaganda plastmassa taqishingizni maslahat beramiz. Bizning oldimizga juda ham ko'p murojaat bilan kelishadi. Aka, bergan batareykangiz originalni berasiz. 3 kunga ham yetmadi, 1 haftaga ham yetmadi deyshadi. Aslida taqib olishgan mana temir korpusligi batareykaligini yeyotganini bilishmaydi. Bu narsani qo'yishni bas qiling. Bratan, bu videoni shunaqa pul chexoliga temir taqib olgan oshna og'ayningizga jo'natib qo'yasiz. Ma'lumotimiz qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosasiz yoki podpiskani bosasiz. Podpiskani bosmagan bo'lsangiz, biz ishlashda davom etamiz.